Assalomu alaykum kitobxumor aziz qarindoshlar. Mazkur asar madaniyat inqilobi va davomidagi tarixiy ko'rinishlardan tarkib topgan, shundaqla muhabbat, nafrat va do'stlikdan iborat inson hayotidagi eng muhim tuyg'ularni nihoyatda jonli holatda ifodalab bergan roman tipidagi 7 qismliq tarixiy asar bo'lib, asarni ovozliq tayyorlashimizdagi asosiy nishonimiz Uyg'ur xalqimizning vatanga bo'lgan sig'inishiga malham bo'lish, kitobdagi har xil personaj xarakteri va qiziqarli yerlik shivirlarni jonlantirish orqali qalbga kulki beg'ishlash, tariximizni takror eslab chiqish orqali savoq elish va kelgusimiz uchun to'g'ri qadamda ilgirlashdan iboratdir. Mazkur asar Xazinam Tortil tarbiyalash markazi tarafidan ovozga ilindi va tayyorlandi. Maarif, til uchuri, vatan puroqlarini o'z ichiga olgan, ma'naviyatga foydali texnik ko'p sarxil mazmunlardan bahramon bo'lish uchun Xazinam 2020 nomidagi YouTube kanalimizga ergashib olgaysizlar.